Namangan so'zining kelib chiqishi tarixiga yuzlansak, Namangan so'zi forschadan namakkon, ya'ni tuz koni degan ma'noni anglatishi haqida ma'lumotlar bor. Ba'zi manbalarda esa namakkon so'zi namchil yer, sersuv, namroq yer degan ma'noni berishi ham keltirib o'tilgan. Shuningdek, shahar nomini nomiygan, ya'ni aziz va nomdor shahar va Namang, ya'ni marjon koni deb ham izohlashgan. Aslida esa bu nom nav, man, gon so'zlari birikmasidan yuzaga kelgan. Nav yangi, man saroy va g'on, kon, gon suv yoki soy demakdir. Shahar dastlab Navmagon deb talaffuz qilingan. Namangan so'zi 10-asrdagi yozma manbalarda uchraydi. 1610-yilda Namangan shaharga aylangan. 1622-yilda qadimgi Axsikent, ya'ni Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan shaharda sodir bo'lgan zilzila sababli u yerda omon qolgan aholi Namangan shahri hududiga kelib joylashgan.